Xabaringiz bor, 26-27 fevral kunlari davlatimiz rahbari viloyatimizga tashrif buyurdi. Tashrif doirasida hududlarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, yangi loyihalar va aholi turmush farovonligini oshirishga qaratilgan ishlar bilan yaqindan tanishildi. Ustuvor vazifalar belgilab berildi. Aholini toza va sifatli ichimlik suvi bilan barqaror ta'minlash ham bugungi kun uchun dolzarb masala. Hurmatli prezidentimizni Surxondaryoga, Termizlar yurtiga kelishi katta bir baxt. Biz prezidentimizni juda yaxshi ko'ramiz. Sababiki Surxondaryoni prezidentimiz aytadiki, janub gavhari bo'ladi Surxondaryo. Qarang, haqiqatan bu gavharga aylandi Surxondaryo. Biz ko'rgan Termiz bundan 10 yil, 15 yil Termizdan asar ham qolgani yo'q. Gullab yashnagan diyor bo'ldi bu. Haqiqatan aytishimiz kerak. Biz rozimiz operatsiya siyosatdan. Surxondaryoga oldin kelganda aytib edi shunda, biz albatta To'palang suvini keltiramiz deb. Prezidentning aytgan gapi isbotlanib bo'ladi. Mana To'palangning suvi 250 kilometr joydan kirib keldi hozir. Surxondaryo xalqining 80% suvidan manfaat ko'rib turibdi. O'zbekistondek mamlakat yer yuzida yo'q. Buni qadriga yetish kerak. Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda ko'plab davlatlarda ichimlik suvi muammo hisoblanadi. Mana shu To'palang suv ombori suvidan foydalanish yo'lga qo'yilganligi Surxondaryo viloyatida ichimlik suvi ta'minotini ancha yaxshiladi. Ochig'ini aytganda, bir paytlar odamlar ariq yoki quduq suvidan ichar edik. Prezidentimizning tashabbuslari bilan olib borilgan mana shu loyiha To'palang suv ombori suvidan foydalanishda yo'lga qo'yilishi bu Surxon viloyatining ko'plab tumanlarini, aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minladi. Bugun surxondaryolik yurtdoshlarimiz bilan suhbatlashar ekanmiz, ularning har biri mamnunligini, yangilanish va o'zgarishlarga bo'lgan ishonchi yanada mustahkamligini ta'kidlamoqda.